Qanaqa vaziyatda qanaqa duo o'qishni bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring, bilib olasiz. Ungacha like bosib, foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling. Siqildingizmi ayting. La havla va la quvvata illa billah. Ma'nosi: barcha kuch va quvvat Allohga tegishli. Yuragingiz ezilib ketdimi? Ayting. Hasbunallohu va ni'mal vakil ma'nosi: bizga Allohning o'zi kifoya va u eng yaxshi vakildir. Juda xafamisiz? Ayting. Hasbi Allohu la ilaha illa huva alayhi tavakkaltu va huva robbul arshil adhim. Ma'nosi: menga Allohning o'zi kifoya, undan o'zga ibodatga loyiq zot yo'q. Men unga tavakkal qildim. U ulug' arshning robbidir. Stressni his qilyapsizmi? Ayting. Allohumma la sahla illa maj'altaha sahla. Sha anta tajalul hazna itashita sahla. Ma'nosi: Alloh, sen oson qilgan narsadan boshqa oson narsa yo'q. Agar xohlasang, qiyinchilikni ham oson qilaversan. Tushkunlikni his qilyapsizmi? Ayting. La ilaha illa ana subhanaka inni kuntu min zalimin. Tashvishlaringiz ko'paydimi? Ayting. Astag'firullah va tub ilay. Ma'nosi: Allohdan mag'firat so'rayman va unga tavba qilaman. Videoni yaqinlaringizga ulashing, ular ham bu foydali ma'lumotdan xabar topishsin. Videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, izohlarda amin deb yozib keting. Agar siz ham shunaqa sun'iy intellekt yordamida tayyorlangan videolarni yasashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, direct orqali kurs so'zini yuboring. To'liq ma'lumotga ega bo'lasiz.